Mani farzandlarim ukol kapelnitsa olishmagan. Kasalxonaga yotishmagan, alhamdulillah. 15 yilki 3 ta o'g'lim bor. Bemalol tavsiya bera olaman, bolajonlarga ortiqcha travma bermasdan, kasalxonaga yotqizmasdan, gormonal va antibiotik preparatlar bermasdan ham tuzatish mumkin. Men Bakirova Madinaxon, oliy ma'lumotli fitoterapevt provizor, tabiiy yo'llar bilan, dorivor o'simliklar bilan davolanishni ilgari suraman. Albatta, tibbiyot preparatlarini, medikamentozniy muolajalarni ham inkor qilmayman, lekin aksariyat holatda hozirgi kunda juda ko'pchilik dori-darmonning qurboni bo'layotganligiga guvoh bo'lib turibman. Shu bois bizning kanalimizga obuna bo'ling va albatta like bosishni unutmang.